Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashining 33-sessiyasida viloyat siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid 5 ta masala ko'rib chiqildi. Birinchi masala Buxoro viloyatining shahar va tumanlarida qo'shimcha zaxira hamda imkoniyatlarni safarbar etish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritalarini tasdiqlash to'g'risida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, soliq va bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirish, Fiskal tahlillar institutining Buxoro viloyatidagi ishchi guruhi rahbari Vohid Rahimov axborot berdi. Ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Buxoro viloyatidagi Xalq qabulxonasining viloyatda 2026-yilning birinchi yarim yilligida aholi murojaatlari bilan ishlash holati bo'yicha axboroti hamda davlat organlari rahbarlarining hisobotlari to'g'risida bo'ldi. Bu mavzu yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining viloyatdagi Xalq qabulxonasi mudirining o'rinbosari Feruza Ibragimovaning axboroti tinglandi. Viloyatda yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i hisobot berdi. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqni e'tirof etish to'g'risida viloyat adliya boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Qayim Xolovning hisoboti tinglandi. Sessiya ishidagi 5-masala viloyat mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalarini yo'naltirish to'g'risida viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosarining axboroti ham eshitildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining topshiriqlariga muvofiq aql markazi hokimlik xalq deputatlari kengashi hamkorligi bo'yicha yangi tizim doirasida aql markazlari tomonidan hududlarning tuman va shaharlar kesimida qo'shimcha zaxira va imkoniyatlarni safarbar etish bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqilgan. Administratsiyaning 2026-yil 11-avgustdagi topshirig'ida ishlab chiqilgan yo'l xaritalarini xalq deputatlari viloyat kengashlari sessiyalari muhokamasiga kiritish belgilangan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti topshirig'iga muvofiq Buxoro viloyatiga Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, soliq va bojxona ma'murchiligini takomillashtirish, Fiskal tahlillar instituti biriktirilgan bo'lib, viloyatda aql markazi hamda respublika ishchi guruhi doimiy faoliyat olib bormoqda. Viloyat iqtisodiyotining 38 ta tarmog'i, sanoatda 12 ta, qishloq xo'jaligida 12 ta, xizmat ko'rsatishda 12 ta va qurilishda 2 ta hamda 13 ta tuman va shahar kesimida kompleks ijtimoiy-iqtisodiy diagnostika o'tkazilmoqda. Tuman va shaharlarda iqtisodiyot tarmoqlarida va korxonalardagi qo'shimcha quvvat, ish o'rinlari, soliq bazasi kengayishi va eksport bilan bog'liq hamda aholi turmush sharoitini yaxshilash bilan bog'liq 88 ta muammolar o'rganilib, yechimi bo'yicha hokimliklar bilan birga yo'l xaritalari ham shakllantirilgan. Bevosita bugun viloyatimiz uchun, viloyatimiz iqtisodiyoti uchun bugun bo'sh ish o'rinlarini tashkil etish masalalari ham aynan birinchi masala sifatida ko'rilyaptiki, va bu yerni o'zida respublika ishchi guruhi tomonidan hududimizdagi mana olib borilayotgan ishlar bilan bir qatorda bugun bizni iqlimimizdan, bugun Buxoro viloyatini aynan geografik joylashuviga qarab qaysi masalalarga e'tibor berishimiz kerakligi deputatlarimiz orasida muhokama qilindi. Bevosita aytishim kerakki, bizni mana shu Buxoro viloyati iqlimi juda ham keskin kontinental bo'lganligi uchun haqiqatdan ham eng birinchi dolzarb loyiha sifatida ko'rildiki, yashil devorlarni hosil qilish, ihota daraxtzorlarini barpo etish masalalari qo'yildi. Bu yerda takliflar bilan chiqyapmiz. Biz deputatlar aynan bizni hududimizni muammolarini o'rgangan holatda bugun Qorako'l, Olot, mana tumanlardagi olib borilayotgan ishlar, shu bilan birgalikda Qorovulbozor va mana shu hududni aynan Buxoro viloyatining yashil halqa sifatida qamrov masalasi ham muhokamaga qo'yildi. Umuman olganda, sessiya ishida barcha ko'rilgan masalalar yuzasidan xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qarori qabul qilindi.